Oldinlari shu oyog'im juda ham ko'p og'rir edi. Oyoq og'rig'idan juda ko'p azor chekkanman. Keyingi paytlarga doktorlarga juda ko'p yotdim. Lekin yaxshi qiladi, og'riqlantirayotgan ukol qilinadi, baribir boshqa qilinadi. Sal yaxshi bo'lasiz, 15-20 kun yaxshi bo'lasiz, yana boshlanadi. Magazinda ishlaganman vaqtiga, o'shanda baribir betonga o'tirganman, o'shandanmi. Keyingi ishlagan joylarimda baribir ko'chada, savdo qilingan ko'chada o'tirganman. O'shandanmi, endi unisini bilmayman, Alloh bergan dard. Shu orada 23-yilda oxirgi kunlarida xo'jayinim insult olgan edi. Insult olib 11 kun shunday bansaga reanimatsiyada yotib, keyin bo'lmadilar. Shu orada xo'jayinimdan keyin 10 kun, 11 kun o'tmay opam bo'lmadi. Shu ikkalasini nimasidan keyin bir qo'limni ko'tara olmay qoldim. Mana shu bitta qo'limni masalan birov bilan ko'rish kerak bo'lsa, men shunday qilardim. Ko'tarish iloji yo'q edi. Juda qiyin bo'ldi, juda ham qiyin bo'ldi. O'sha holat, o'sha davrlarda, o'sha vaqtlarda eslash menga hozir ham juda og'ir. Lekin chunki 23-yil mart oyida bitta opam bo'lmagan edi. 20-yil ham bo'lmagan edi bitta opam. 19-yil ham bo'lmagan edi bitta opam. Menga mana shu 4 yil davomida 5 ta kishiniki menga juda ham og'ir bo'lib, juda qiynalgan davrlarimga bu qo'lim ham bunday bo'lib qoldi. Doktorlar faqat asabdan dedi ular. Qarang, belimda ham og'riq kuchli edi-da. O'tirib tura olmas edim. Qiziriqqa tabiblarga bordim. Bormagan joyim qolmadi. Mana hozir xo'jayinimga mana 31-dekabr kuni 2 yil bo'ladi. Lekin men hali ham mana uydan ko'chaga goh kunlari mana shu qizim kelsa, mana yaqin turadi qizim. Kelsa, shu bolalarini bir kuzatishga chiqmasam, men haftalab ko'chaga chiqmayman. Uyqusiz ham bo'lib qoldim. Chunki oraga arg'ini to'xtatgan edim. Keyin hozir yo'q, yana yaxshiman. Qiyinchiliklardan endi baribir kallangda aylanaveradi, yuragingda turaveradi, chiqish iloji yo'q. Lekin yering og'rimasa, darding bo'lmasa, chiqish qiyin emas. O'shancha dardni ustiga, o'shancha qiyinchilik, o'shancha masalan o'ylovni ustiga darding ham bo'lsa, bundan chiqish qiyin. Men hozir masalan to'g'ri, xo'jayinimni ham, opalarimni ham masalan hech qachon unuta olmayman. Lekin Allohga shukr, men sog'man. Men hozir yaxshiman. Men mana 3 ta bolam uchun yashashim kerak.